Turkiyada aktiv faoliyat ko'rsatayotgan lager qurbonlari munbiri Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarının Xitoy ve Sharqi Turkiston ziyarati harpisida mazkur komitetga ve münasebetlik Birleşken Devletler Teşkilatı organlarına sunulgan iltimos ve kanuni bosqichlar haqida İstanbul'da axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michelle Bachelet mushu oyda Xitoy ve Sharqi Turkistonda ziyoratda bo'ladi. 10 may seshanba kuni İstanbul Zeytinburnu'daki Kızılçeşme Medeniyet Merkezi'de ötküzülgen axborot e'lon qilish yig'inida advokat Gülden Sönmez Hanım ve lager qurbonlari yaqinlari Birleşken Devletler Teşkilatı'na sunulgan talablar ve kanuni bosqichlar haqida ma'lumot berdi. Anqaraga ziyoratga kelgan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Turkiya raisi Erdo'g'an tarafidan rasmiy murosim bilan qarshi olindi. Turkiya Cumhuriyeti hukumati bilan Qozog'iston Cumhuriyeti hukumati o'rtasida 15 kelishim imzolandi. Erdo'g'an bilan To'qayev kelishimlarga imzo qo'ygandan keyin birlashma bayonot e'lon qildi. Turkiya va Qozog'istonning savdo miqdoriga qarata Erdo'g'an biz birlikda bosgan qadamlar bilan 10 milliard dollarlik nishonga yetishimizni umid qilaman dedi. Xitoyning eng chong shahri Shanxayda soqchilarning bir ayolning majburiy so'rab karantinga ilib mangan ko'rinishlari torda keng tarqaldi. Torda tarqalgan ko'rinishlarda bu ayolning bolasi onasini soqchilardan qutuldirish uchun tirishgan bo'lsa-mu, lekin kuchi yetmadi. Shuning bilan birga turmush qiyinlashgan shaharda boshqa bir ayolning xizmat topolmag'achqa telefon punktida bir oy turganligi oshkorlandi. Türkiye İçki İşler Ministri Süleyman Soylu Ankara'da ötküzülgen yeni elektronluk pasport, elektronluk karta ve elektronluk şoförlük kenişkisini teşvik qilish yig'inida söz qilganda Türkiye garajdanligiga o'tgan chet elliklar haqida to'xtaldi. U Uyg'urlar haqida Uyg'ur turklarining ba'zilarining iqomati yo'q edi. Ba'zilari Türkiye garajdan emas edi. Ularning hammasini uzun muddatlik iqomatga aylantirdik. 6787 Uyg'ur Türkiye garajdanligiga o'tdi. 2000dan ortiq kishining fuqarolik rasmiyatlari davomlashmoqda dedi. Süleyman Soylu 101.995 nafar Ahsika turklarining Türkiye fuqaroligiga o'tganligini uqtirdi. Soylu yana Türkiye Cumhuriyetining davlat tavalligiga erishgan suriyliklarning sonining 200.950 ekanligini e'lon qildi. Gretsiya Bosh ministri Kyriakosning Arab Birlashma Xalifaligiga ziyorati jarayonida ikki davlat o'rtasida 4 milliard yevroluk birlashma mablag' selish fondi ta'sis qilish qaror qilindi. Vali ahdi Shayx Muhammad bin Zayd al-Nahyan bilan Meduskaning uchrashida asosli energiya, texnika va sog'lomlik qatorliq sohalarda 9 kelishim imzolandi. Litva parlamenti Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishni birda qaror qildi. Euro-Asiya 2022 yılı Xalqaro Olam texnikasi yig'ini O'zbekistonning poytaxti Toshkentda o'tkazildi. O'zbekiston Olam tadqiqot o'rni O'zbek Kosmos uyushtirgan yig'inga 30 ga yaqin davlatdan kelgan 200 dan ortiq mutaxassis va amaldor qatnashdi.